keldi mana. Hech kim olmayapti. Bir naqlab yoqimli ishtaha yaxshi o'tiribsizlar. Yoqimli ishtaha yaxshi o'tiribsizlar. Hiç kızı düşmete telefonu. Koyu var ekan. Yaxshi o'tiribsizlar, yoqimli ishtaha. Kim videoga olsa, gruppaga tashlaylar. Uydagilar jo'natasiz, uydagilar. Mana hamma o'zini gruppasi bilan o'tiribdi. Mana bolalar, qizlar, hammasi mana ko'ryapsizlarmi? Mana men o'zim yolg'iz o'tiribman mana. O'zim yolg'iz mana. Hech kim yo'q. 55-gruppa keladi deb ustaning mana stol aytilgan. Hech kim yo'q mana. Hamma o'zini gruppasi bilan bolalar, qizlar mana o'tirishibdi. Hali tashqarida odamlar bor. Bizi gruppadan faqat men. Iloyim hammalarni yilib faqat yaxshi qilib o'tsin. Iloyim farzandlaringlarni, nevara-nevaralarni rohatini ko'rib yurib, hech qachon kasal bo'lmanglar. Doimo shunaqa o'quvchini o'qigan ustoz yuzga kirsa ham dilida, ko'nglida bar boladek xunob bo'ladi. Iloyim shu
Xudoyi sizlarni hech qachon tark etmasin. Doim sog' salomat yuringlar. Qirq yillik deyapmiz, lekin hech ham 40 yil o'tganga o'xshamaydi-da. Qanday birinchi tanishgan bo'lsak, birga bo'lgan bo'lsak, meni nazarimda xuddi shunday bo'lyapti-da hozir. Mana shunday o'tirishlarimiz uzoq davom etsin, hammamiz tanjonimiz uzoq bo'lsin, oilamiz tinch bo'lsin. Yana mana shunaqa uchrashuvlar. Yana bir marta siz bosh assalomu alaykum deyman. Hurmatli kursdoshlar, do'stlar, qizlar, o'g'illar, yigitlar hammalarimizni mana bugungi tashkil qilingan shu bayram bilan tabriklayman. Ilohim 40 yillik o'qishni bitirganimizga shu bayram bilan tabriklayman. Hammani umri uzoq bo'lsin. Oilasidan tinchlik qoldirganmizlar. Hammani nima deyman? Endi ko'p gapirib bitirmay juda ham ko'p gapiraverdik. 80 yillik bitirish kechasida hammamiz birga bilaylik. Yaxshi. 80 yillik uchrashuv bo'ladi. Ana shunday hamma ko'payishib birga o'tiraylik. Roza. Endi qisqarib. Yana kim? Men gapirdim. Yana qo'shimcha qilaman. Bizlarni klubimizda mana shu qizlarimiz ozmi ko'pmi yig'ilib turamiz, qizlar bilan. Bundan keyin ham bizning davramiz kengaysin. Kelmagan qizlarimizdan alangali hammaga salom. Oygul, Mahbuba, Yodan, Gulnora, Rahbarxon, Eda Nasiba qizimiz ozgina uylarida tashvishot hammalari sabab bor, o'shaning kelisha olmadi. Ularning o'rniga kelmagandan keyin keyingi hammamiz birgalikda kelamiz. Ko'pdan ko'p kelib turinglar Toshkentga, marhamat, kutib olamiz. Mana Dilorom, Davlat akam shuncha yo'ldan kelib tashkil qildilar, baraka topsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bundan keyin ham tashkilotchilarimiz kengayib, mana aytdilar, keyingi doiralarni taklif qildilar. Namanganga xudo xolasa vodiylik kursdoshlarimiz ko'pchilik, men o'ylaymanki, ko'pchilik bo'lamiz, xudo xolasa. Qatorimizdan xato bo'lmasdan, hammamiz yuraylik. Inshaalloh. Yana bitta gapim qolib ketdi. Men mana shu o'tirishlarni o'tgan yili qatnasha olmagan bo'lsam ham Telegramdan ko'rib, hammasini xursand bo'ldim. Mana shu o'tirishlarni tashkil qilgan odamlarga, mana birinchidan gruppani tashkil qilib, shu boshlagan Davlat akaga, mana shu o'tirishlarni yugurib, yelib tashkil qilayotgan Dilbarxonga bu o'zi ozgina ish bilan bo'lmaydi. Bu yerda juda katta mas'uliyat, mehnat bor. Mana shularga avvalambor katta rahmat deymiz. Mana shundan O'rlaringizga shukr. Balasi o'rta gap. Xafa bo'lmaysiz. Qarab. Yo'q. Nega aytishni tushunmaysiz? Nega fikrlab bo'lmasin degan ma'noda. Bo'lmaydi. Shundan javob beraman. Davay, Gapir.